Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Rahmat. Yeni bir qitimliq bu videomizga xush kelinglar. Sizlar bilan qayta ko'rishimdan aytib xursandman. Ishda bu videoni boshlashdan sizlar bilan bahslangan ikki ish bor. Birinchisi, birinchi videoni e'lon qilgandan keyin ko'p to'rdoshlarning qo'llashiga erishdik. Men aytib xush bo'ldim. Chunki beshida biroz tamtirgan edim o videoni boshlagan chaqda. Odatda biz doktorxona ishlagan chaqda bizniki o uyning ichiga bemorlarni tekshirib qilgan uyning ichiga odatda bemorlar bir-birlab kirdi-yamiz. Faqat 1-2 bemorning yaqini bo'ldi. Ular bilan paranglashgan chaqda biz qo'rqmayni rahat paranglashdim. Masalan, kasallik ahvollari to'g'risida, yana diqqat qilish to'g'risida, yoki bergan dorilar to'g'risida, tekshirish to'g'risida hammasini rahat paranglashalayotdim. Lekin tungi videoda men xuddi bir sahnada turib, oldimda bir 10 ming, 100 ming kishi bor deklam tamtirib gapirdim. Shu tamtirgan sababdan ba'zi narsalarni kam so'zlab qo'yibdik. Bundan sizlardan kechirim so'raymiz. Men bu videoni yaxshim deb o'ylasam, beshida ayolim, bolalarim ham ko'p xush bo'ldi. Keyin to'rdoshlarimni aytib bir yaxshi inkasini oldik, shunaqqa ko'nglim biroz rahat bo'lib qoldi. Buningki videolarni texnik yaxshilashga tirishimiz. Endi oldingi videoda eng oxirdagi bu virusning dorisi bormi degan qismda bir yana oz so'zlab qo'yibdik. O virusga dorisi bo'lmasa, amsa bu doktorxonada qanday davolab elish beradi. Bu to'g'riliq biroz mazmunlarni deyishni unutib qoldik. Bir to'rdosh bizga so'z qoldiribdi. Agar shu virusning dorisi bo'lmasa, biz doktorxonaga zuqam berib qolsak, bizga bir mush dorilarni yozib berdi. O dorilarning hech qanday foydasi yo'qmi, yoki bo'lmasa o dorilar faqat kuchlantirgan dorimi deb so'rabdi. Astronomni ko'rib undan keyin voy to'xta, ash mazmun azdab qo'yib to'xtab o'ylab qoldik. Shunga hozir uni bir to'xtab o'taylik. Hozirgi bu g'arb meditsinasida odatda bu virusli kasalliklar uchun 3 xil davolash olib boradi. Birinchisi vaksina urish usuli. Ya'ni bu virus badan kirishining oldida doktorlar sizga bir vaksina urdi. Bu vaksina urgandan keyin badanda shu tabiiy bir immunitet kuchi shakllandi. Bu immunitet kuchi shakllangandan keyin bu viruslarning kirishini oldini oldi. Yoki virus kirgandan keyin shuni o'ldirdi. Bu birinchi usul. İkinci usul bo'lsa, bu virus yuqumlangandan keyin shu hujayraning hayot kuchini ojizlashtiradigan, shu hujayrani kontrol qilib turadigan ba'zi dorilar bor. Shu dorilarni ishlatsa, u hujayraning hayot kuchi ojizlashgandan keyin uning ichidagi viruslar ko'paymaydi, taqlarmaydi. Shu orqali bu virusli kasalliklarni davolashga tirishadi. Üçüncü usul bo'lsa, bu virus badan kirgandan keyin ba'zi kasallik alomatlari bo'ldi. Masalan, qizish bo'ldi, yo'tilish bo'ldi, balg'am bo'ldi, badan holsiz, kuchsizlik qator ahvollar bo'ldi. Mushu kasallik alomatlari uchun ba'zi dorilar bor. Masalan, qiziqni tushirgan dori bor, yo'talni azaltgan dori bor. Balg'am chiqarishga yordam qilgan dorilar bor. İç sürüş bo'lib qolsa, iç sürüşni to'xtatadigan dorilar bor. Mushu dorilar orqali badan kasallik alomatlariga bir davolashilib bordi. Çünkü bu kasallik alomatlari ba'zi yenik bo'ldi, ba'zi og'ir bo'ldi. Og'ir bo'lgan chog'da ba'zanda shu hayotga xavf yetkazib qoldi. Shunlashqa odat doktorxonada shu kasallikniki, shu bemorning badaniga ahvoliga qarab davolashlar to'g'ri ba'zi dorilarni yozib berdi. Agar bu bemordagi bu virusli kasallik alomatlari pek og'ir ekan desa, doktorxonaga yotqizib davolaydi. Shunga yana bir ta'kidlaydiganimiz, hozir bu virusga qarshi yaxshi bir dori yo'q. Mikrob nötron dori bor, ammo virusni yaxshi o'ldiradi. Endi bu vaqtning videomiz mazmuni koronavirusi. Koronavirusi hozir dunyoda eng tez tarqatgan, eng ko'p kishilarning joni zamin bo'layotgan dunyoviy xarakterli bir kasallik bo'lib, bu virus eng boshda 2019 dekabr yili Wuhan shahrida tunji bemor bayqalg'ashqa, buni ba'zida Xitoy virusi, yoki Wuhan virusi, yoki Jungo virusi deb atab qo'yildi. 2020 yili 2-11 kuni yana bu kasal portlab, 2 oydan keyin Dünya Sağlık Teşkilatı bu kasallikka COVID-19 deb ism berdi. Bu tepilgan virusga Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 degan ismni berdi. Uyg'urcha tarjimasi ya'ni og'ir darajalik ciddi nafas yo'li kasalliklari yig'indi alomatlari Koronavirus 2 degan ismni berdi. 2020 yili 3-11 kuni Dünya Sağlık Teşkilatı bu kasallikni dunyoviy tarqalishchanlik kasallik deb e'lon qildi. Bunda e'lon qilishga sabab, agar bir davlatda mushtaq kasallikdan birsi bayqalsa, u davlat cho'qim jiddiy mudofaa o'tishi kerak. Agar buni dunyo xarakterlik tarqalishchanlik yuqumli kasallik deb e'lon qilmasa, o chaqda bu kasallik faqat bir kishida bo'ldi deb normal zukamdek muomala qilish mumkin. Endi Dünya Sağlık Teşkilatı'nınki eng yangi statistikasi, yana tunigan qadar bo'lgan statistika qarag'an chaqda, buningda jami 197 davlatga yamirgan bo'lib, jami yuqumlangan kishi 416.686 kishi, bularning ichida 18.589 kishi bu kasallik sababli o'lgan. Nima uchun koronavirus deydi desangiz, koronavirusi
Latinçada kelgan bir so'z bo'lib, bu koronavirusni faqat birlam virus qaratilmagan. Bu bir top shu shakl jihatdan tojga o'xshagan viruslarga berilgan bir ism. Toj bu latincha korona deb qo'ydi. Bu toj shaklidagi koronaviruslar odatda odamga yoki hayvonga yuqumli ekan. Bu viruslar asosliq nafas yo'li kasalliklarni keltirib chiqargan bo'lib, yeniklari zukam, eg'il ro'si, o'pkali qadar eg'ilib ketadi ekan. Koronavirusdagi jamiyatdagi viruslar eng boshda 1960-yili bayqalgan bo'lib, shu vaqtdan tortib hozirgacha bo'lgan bu mobaydida jami 4 turdagi koronavirus bayqalgan. Ya'ni alfa, beta, gamma, delta deb 4 turga bo'lgan. Ammo bu 4 turning ichida yana bir muncha kichik turlarga ayrilgan. Buning ichida balki 40, 50 yoki 60, 100 ga borgan bo'lishi mumkin. Buning ichida 7si odamga yuqumliganligi bayqalgan. Bu 7sinin ichida 4si yeni kasallik keltirib chiqardi ekan, 3si og'ir kasallik keltirib chiqardi ekan. Bu odamlarga tarqalgan 7 turli koronavirusi ichida 4si yeni kasalliklarni keltirib chiqardi ekan. Ismlarini yozib qo'ydik. Buning ichida bu yeni kasallik derken balki zukam bo'lishi mumkin, odatdagi bir galalarqidek bir kasalliklarni keltirib chiqardi ekan. Lekin qolgan 3si og'ir kasalliklarni keltirib chiqqan koronavirusdir ekan. Buning ichidagi birsi 20 yilda tarqalgan SARS, yana birsi necha yil oldida bu o'tirishlar tarqalgan MERS. Hem de üçüncüsü hazır bu 2019'da tarqalgan bu koronavirusi. Yani COVID-19. Bu koronavirusi başka viruslardan farkı var mı? Koronavirusi başka viruslar o'xshash. Başka viruslar qanday alayliklar o'zicha olgan bo'lsa, bu koronavirusdan bo'ladi. Jiq alaylik o'xshash bo'ldi. Masalan, qanaq desangiz, başka viruslar o'xshash hujayra posti yo'q, hujayra suyuqligi yo'q, hujayra organlari yo'q. Shuningdek, antibiotik yani yallo qaytargan dorilar qarqilmaydi. Viruslar, başka viruslar o'xshash bo'ldiki, bir dorisi yo'q hozirgacha. Bu cho'qim badan kirish, bir qonog'i badan lazım. Shu badan ichiga kirgandan keyin tarqaydi, jiqidan tarqaydi. Bu virus başka viruslar o'xshash alayliklar ega. Boshqa koronaviruslar bilan farqi bo'lsa, shu kasallik eg'ilishish va tarqalishining intayin tez, oldini olish tez, vaksinasi kashf bo'lmadi, unumli kontrol qilish dorisi yo'q. Bu farqlarning hammasi bemorlarning tezla o'lib ketishiga sabab bo'lgan xatarli omillardir. Hamdaki mesele bu virus yeniden bayqaldı mı yoki burun bağımeti? Bu virus tabii boğan bir virus mu? Yani korona geni özgürlük etti mi? Yoki mesela sünni özgürlükti mi? Yani birisi bu virusniki dünyada buncalar test tarqalib köplen canlı zaman buluş sebebi nime? Qanday davalash lazım? Qanday qilganda yaxshi bir unumlik oldin ağıl bo'ldi? Bir vaksinasi bormi? Qatorliq masalalar dunyoda keng munozara qilyotdi. Endi mühim bir mesele kaldı. Bu koronavirusi kimlarga asan yo'qdi? Dunyo miqyosida bu virus yuqumlanish ahvoli yuz bergandan keyin tarqalish, eg'ilish jarayonida har qaysi davlatlarniki sog'liqni saqlash sohasi kishilarning tirishchanligi orqali tövandagi uchurlarni yeklib chiqaribdi. Bu uchurlarning hammasi nurg'un kishilarning o'limi bilan kelgan desak bo'ldi. Bu koronavirusi COVID-19 bo'lsin, SARS bo'lsin, MERS bo'lsin, yoki boshqa viruslar bo'lsin, hattoki bu zukam virusi bo'lsin, yoki boshqa mikrobli kasalliklar bo'lsin, eng boshda badanning immun kuchi tuvan kishilarga asan yo'qdi. Bular kimlar desangiz, yashi 65 yoshdan cho'ng bo'lganlar, badanda burunlar so'zilma xarakterli kasalliklar bo'lganlar, uzun mezgil aroq tamaki keyf safarda bo'lganlar, to'rtinchisi turmush ritmi yoki aram ileshi ritmsiz bo'lganlar, 5'incisi ziyade semiz yamsız ziyade oruqlar. 6'ncisi günlük hareketi naiti azlar. 7'ncisi hamileler. 8'incisi yeni operasyon çıkanlar yamsa yeni tuqqanlar. 9'incisi tamaq talaydiganlar. Bu 9 türlü kişilerdeki beden immun gücü naiti töven bo'ldi. Keçiringlar. 10'incisi en mühim birisi keyfiyatı nacharlar. Bularning beden immun gücü töven bo'ldi. Bunu birden biraz so'zlab o'tamiz. Bu 10 türlü kişilerin içinde sozulma karakterli kesili bağlar deb öttük. Bu türün içinde en mühim orun türlerinin nefes yoluyla münasebetli kesili bağlar, mesela zıkkı kesili, yoki sozulma karakterli öp kesili bağlar en mühim orun türüdür. Bunun başka yine mühim kesinlikle bağ oğula, mesela kan kesili, yürek, kan tumur kesinlikle bağ kişiler, ağır kansızlığı bağ olan kişiler, yoki mesela ösme yoki rak boğan kişiler. 5'incisi börek zayıflashish yoki qon dializi davolashib berayotganlar bularning hammasining badan immun kuchi tuvan bo'ldi. Ham bundan sirt badan immun kuchi tuvan kishilarni deb boqdik, so'zilma xarakterli kasallik bo'lgan kishilarni deb boqdik. Bundan sirt masalan normal kishilarda sizda menda bu kasallik yuqumlish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni kasalligi bo'lmagan, badan immun kuchi normal bo'lgan sog'lom kishilar orasida oson yuqumlangan kishilar to'pi bo'ldi. Ular tuvandigicha.
Birincisi yuqumlangan bemor bilan bir yerda turganlar, ikkinchisi kishilar to'plashgan yerda ishlaydiganlar yoki o'qiydiganlar, uchinchisi sayohatchilik ishlari bilan shug'ullanganlar, to'rtinchisi aerodromda ishlaydiganlar, beshinchisi odam toshish mashinasi shofirlari, oltinchisi jiddiy qutqarish bo'limida ishlaydiganlar, yettinchisi virus keng ko'lamda tarqalgan davlatlarda yashayotganlar yoki shu davlatdan kelganlar va yoki shu davlatdan kelganlardan uchrashganlar. Shu 7 turli kishilarmi bu COVID-19 ya'ni koronavirusi yuqumlanish ehtimoli yuqori bo'ldi. Yana bir masala, koronavirusi kimlarga asosan yuqmaydi? Bu necha oylik analizga asoslanganda sog'lom yoshlarda yoki o'smirlarga asosan yuqmaydi deb bir gap chiqdi, ammo bu medisinada %100 ya yuqdi ya yuqmaydi deb bir gap yo'q. Bu kasallik hech qanday bir nim tanlamaydi. Masalan, qari demaydi, yosh demaydi, cho'ng demaydi, kichik demaydi, puli bor demaydi, pul yo'q demaydi. Ammo dem yuqish ehtimoli bo'ladi. Faqat ham endi shu necha yuz ming kishilar ichida ish cho'nglarni ko'proq sonda egallabdi, yo masalan so'zim xarakterli kasallik bo'lgan kishilar ko'proq sonda egallabdi. Yoshlarning soni bir qadar oz, shunglashqa asla bir gap chiqqan bo'lishi mumkin. Ammo bu kasallik odam tanlamaydi, kasb tanlamaydi, boylik tanlamaydi, irqni tanlamaydi. Hammasi yuqish ehtimoli bor. Shunga hammamiz diqqat qilishimiz kerak. Yana bir muhim masala, koronavirusi qanday yuqadi, qanday tarqaydi. Bu koronaviruslari, mayli zukam bo'lsin, COVID-19 bo'lsin, yoki SARS bo'lsin, yoki boshqa virusli kasallik bo'lsin, ko'pincha shu og'zimizdan chiqqan nafasdan, og'zimizdan chiqqan ho'rdan, og'zimizdan chiqqan balg'amdan, tükürükdən yuqadi. Bu virus kasallarning burnidan chiqqan, og'zi-burnidan chiqqandan keyin havoda 3 soat tura oladi ekan. Qattiq jismlarda, masalan, jo'z o'rindiq, doska, tutqish degandek narsalarda 3 kun turadiganligi isbotlanibdi. Bu virus badan kirgandan keyin odatda 2 kun 14 kungacha bir yoshirin holatga turadi. 2 kun 14 kun o'tgandan keyin bir fursatni marab turib, badanning immun kuchi bir tuvan bo'ldi, mana shu chaqlan bir yamrab chiqib badancha tarqaydi. Eng beshida shu nafas yo'limiz hujum qildi, nafas yo'limiz hujum qilgandan keyin yoki gilimiz og'riydigan, yoki shu qiziydigan, yoki yutildigan ahvollar bo'ldi. Eg'irishib ketsa, o'pkaloq bo'lib nafasimiz qisilib qoldi. Endi bu koronavirus yuqumlangandan keyin qanday alomatlar bo'ldi, buni bir tafsilda o'tlaylik, chunki bu odatdagi turmushimizga nihoyat zich munosabat bo'lgan bir qismi. Ko'plagan bemorlarda avval ko'rilgan ham eng ko'p ko'rilgan alomatlar beshida nafasda qiynalish, quruq yo'tal yoki balg'amliq yo'tal, qizitma, holsizlik, badanda og'rish, muskullarda og'rish, burni eqish, ish surish qatorli ahvollar ko'rildi. Buni balki biz bilamiz. Lekin shu esimiz bo'lsinki, bu alomatlar boshqa virus kasallikdan bo'ladi, lekin bu koronavirusda bu alomatlar nihoyat tezdan paydo bo'ldi. Hem bazı kişiler deydi, emse mende bu nefeste qısılış bo'lmaydi, ishdan so'ng faqatlam ichim surdisi bu mumkin. Çünkü men ishlagan bu jiddiy qutulishdim, necha bemorlar keldi. Eng beshida bo'lgan badan ifodasi kasallik alomati eng ichi surish bo'ldi. Bu koronavirus yuqumlangandan keyin badanning kasallik paydo bo'lish boshlagandan keyin beshi nafas yo'llarida masala chiqqandan keyin asta-asta badanning boshqa yerga yamraydi. Boshqa yerda ele yamragandan keyin boshqa yerdagi organlar benormal ishlashga boshlaydi. So'zim xarakterli kasallik bo'lgan kishilarda shu kasallikka munosabatlik alomatlar ko'rish paydo bo'ldi. Masalan, qon besim bolalarda qon besim yo'qolib ketadi, osonlikcha qon besimini tushiramaydi. Qonda shakar kasallik bo'lgan kishilarniki shakarni osonlikcha tushirgili bo'lmaydi. Shu bemorlarda biz eng qo'rqadiganimiz nafas qisilish, chunki nafas ololmasa odam o'ladi. Shunga hozirgacha shu o'lgan bemorlarniki tangdan to'lisi hammasi nafas qisish sababidan o'lib ketgan. Endi biz qaysi vaqtlarda biz shu virusdan shubhalansak bo'ldi, badanimiz shu virusdan yuqumlandi deb shubhalansak bo'ldi desangiz, siz mayli biz abay deb o'tgan shu oson yuqumdan kishilar orasida bo'ling yoki bo'lmang, agar badaningizda bir qancha kun ichida, 1-2 kun ichida nafasda qisilish, nafas olmaslik, quruq yo'tal yoki balg'amliq yo'tal, oqoqidan yo'tal, qizitma, holsizlik bo'lib qolsa, yoki bo'lmasa shu virus shubhasi bo'lgan kishilardan ko'rishgan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa bu kasallik alomatlari sizda yo'q, shunday bo'lsa men nima kasallikdan shubhalanma desangiz, badanni bo'lib qolishi mumkin deb o'ylasangiz, siz eng avval bir doktor tanishingiz bo'lsa, bu doktorga telefon qilib qo'ygan birodar men ishlamishda bo'lib o'ylayapman, badanda alomatlar bor, sencha mumkinmi deb desangiz, shu doktor sizga yo'l ko'rsatdi. Agar unda do'stingiz bo'lmasa, mencha olsa bir jiddiy qutulush berib ko'rinib qo'ying.
Endi bu kasallikning shubhasini deb baktık, alametini deb baktık. Bu kasalga doktorlar qanday diagnoz qo'ydi? Bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ölçüm boyunca bu bir bemor kelsa, bu bemorda mayli bu alametler bo'lsin bo'lmasin, bu koronavirusga bir xil qon tekshirishi bor. Mush qon tekshirishda agar pozitiv chiqsalar, mush bemorni ya bo'lmasa koronavirus to'shig'uvchisi, ya bo'lmasa koronavirus bemori deb ataydi. Siz bu kasallikdan shubhalansangiz, masalan, shaxsan menga kelsangiz, odatda bir qancha qadam bosqich bilan sizga diagnoz qo'yish uchun tirishamiz. Beshida sizdan bir yaxshi bir badan alomatlaringizni so'raymiz. Masalan, qanday alomatlar bo'lyapti? Nafasingiz qisilyotamdi, qizish bo'ldimi, yutilish bormi, ish surish bormi, halsinish, muskullarda og'rish bormi degandek boshqa kasallik alomatlarini so'raymiz. Ondan keyin sizdan bir kasal tarixingizni so'raymiz. Masalan, sizda bir so'zim xarakterli kasallik bormi, yo'qmi? Yoki bo'lmasa shu kasal yuqumlagan kishilar bilan ko'rishdingizmi, yaqin bir munosabat bo'ldimi? Yoki bo'lmasa ashtulatga sayohatga bordingizmi? Yoki bo'lmasa siz shu biz abay deb o'tgan shu asan yuqumlanadigan kishilar nima ichida, to'plam ichida bormi deb ashlan so'raymiz. Üçüncüsü kelgan chog'da bilan so'rab bo'lgandan keyin, hammasini yozib bo'lgandan keyin, uchinchi qadamda sizdan bir badan tekshirish qilamiz. Badan tekshirishda asosligi biz shu o'pkangizni anglab boqamiz. O'pkangizda bir shu nafas qisilish bilan munosib bo'lgan ovozlar bormi, yo'qmi, yutilish bormi, yo'qmi, balg'am bormi, yo'qmi, ashuni anglab boqamiz. Gelingizni ko'rib boqamiz, gelingizda qizirishlar bormi, yo'qmi deb badaningizning temperaturasini o'lchab boqamiz. Yana boshqa badandagi boshqa masalan bu qon besingizni o'lchab boqamiz, shakarlarni o'lchab. Bular hamda qo'shimcha asosligi bizga o'pkada bir masala bormi, yo'qmi deb ashuni bir fiziklik muayana qilib boqamiz. Endi 4-chi bo'lib qon tekshiramiz. Qonda alohida bir nima bormi, chiqarmi, chiqmasmi deb uni ko'rib boqamiz. Masalan, mikrob bilan aloqadorlik ba'zi qimmatlar bor, ularda bir chiqish tushishlar bormi, yo'qmi? Shu virus bilan munosabatli nimalar bor, qimmatlar bor, ular chiqamdi, tushamdi. Yana shu biz degan shu koronavirus bilan munosabatli bo'lgan shu yadrolik kislotani tekshirib chiqara oladigan qon tekshirishlar bor. Endi uni ba'zi davlatlarda bor, ba'zi doktorxonalarda bor, ba'zi kichik doktorxonalarda yo'q. Ham u keyin chiqqan taqdirdami shu tekshirish bo'lgan doktorxonalarimiz tekshirib boqadi. Endi 5-inchisi muhim bo'lgan birisi sizningki o'pka qismingizni rentgen tortib boqamiz. Rentgen shaxsan men chiqdim ko'rib boqdim. Shu kasal bo'lgan kishiningki rentgeni masalan bugun normal chiqsa, 3 kundan keyin, 5 kundan keyin shunda ishtik o'zgarib ketadi. Mana kasallik bo'lgan yerlarni ko'ralaymiz. Endi ba'zi narsalar rentgenda shu zaman aniq chiqmasa, 6-qadamda biz CT deb qo'yamiz, mana shu kompyuter tomografiya deb. Kompyuter tomografiyada bir ilg'or bir xil tekshirish usuli bor, CTni ashini tortib boqamiz. CTda nihoyat aniq chiqadi. Endi biz hozir deb o'tgan bu 6 xil tekshirish usuli, buning ichida qon tekshirish biroz keyin chiqadi. Shuningdek doktorlar odatda mana shu asnachidagi 5 tekshirish usuli orqali mana shu bemorga ishtik bir diagnoz qo'yayli, baldiroq bir davolashni boshlaydi deb amal va shu kunning ichida sizga diagnoz qo'yishga tirishadi. Men tarafdagi bo'shliqqa shu koronavirus bilan yuqumlangan kasalliklarniki o'pkisiniki rentgen rasmini chiqarib qo'ydim. Bu rasmlar 2-3 kun ichida nihoyat cho'ng bir o'zgarishlar bo'lishga boshlagan. Masalan, birinchi kunda rentgen nihoyat pokiz, qora rang bo'lsa pokiz bo'ldi, oq rang bo'lsa kasallikning alomati bo'ldi. 2-3 kun ichida ko'ralaymiz, nihoyat o'zgarish bo'lganligini ko'ralaymiz. Onun sırt ba'zi doktorxonalarda, cho'ngroq doktorxonalarda CT tortish imkoniyati bo'ldi. Bu CT qimmat bir xil tekshirish, ham nihoyat badanga ziyon bo'lgan bir xil tekshirish. Uni masalan kelgan bemorlarga CT tortimiz deb qilmaydik burun, lekin yaqin oyoq bu koronavirus nihoyat jiq taqib ketgandan keyin jiq kishilarga CT tortidan bo'ldi. CT tortish nihoyat ziyonli deganimiz bilan bu hayot mamotlik masala kelgan chog'da CT tortmay amalimiz bo'lmaydi. Çünkü bu koronavirusuna qancha baldır diagnoz qo'ya olsak, qancha baldır davolash ilib bora olsak, qancha baldır shu bemorni boshqa bemorlar, boshqa kishilarda ayirib olsak, shuncha yaxshi. Yan tarafga CT'niki ba'zi ko'rinishlarni chiqarib qo'ydim. Shaxsan buni o'zim o'z qo'limdan tatgan. CT to'g'riliq, shu rentgen to'g'riliq, shu tibbiy uskunlar to'g'riliq keyin balki boshqa bir video chiqarib tushuntirishim mumkin. Qiziqishlar bo'lsa so'z qoldirsanlar bo'ldi.
CT'deki resimde bo'lgan shu qari bo'lgan yerlar o'pkaninki normal yerlari oppoq bo'lib qolgan shu oq tuman o'xshab qolgan yerlarni ko'rsangiz, bu dal shu koronavirusniki yuqumlanib kasallik paydo bo'lgan o'pkaning qismidir. Hem yuqoridagi mana shu ma'lumotlar sonli uchurlar, qon tekshirish natijalari, ham shu CT deymiz, rentgen deymiz, shularning hammasi bu faqatlam bu necha oyning ichida koronavirus chiqqandan keyingi necha oyning ichida yakunlangan uchurlar. Lekin bu meditsinada bu necha oylik yakunlangan uchurlarga asosan buniki davolash mushkan, buniki tekshirish usuli mushkan, bu eng to'g'risi deyamaymiz. Chunki bu meditsinadagi natijalar 10 yil, 15 yil, 30 yil, 50 yil, 100 yil, hatta ondan uzun yillarning ichida yakunlanib chiqqan natijalardir. Ama bu necha oyning ichida natijalarga biz %100 ishinib ketamaymiz. Ama qo'limizdan kelishicha shuni to'g'ri diagnoz qo'yib, baldiroq davolashni qo'lga keltirishimiz kerak. Lekin shunun bilan birga ba'zi xato natijalar chiqishi mumkin, chunki ba'zi davlatlar hozir shunda o'tadiki, buningki virusning badanga kirgandan keyingi yushirilish vaqti 14 kun emas, balki 40 kun bo'lishi mumkin deb degan narsalar deb maqollar bo'ldi. Yine ba'zi davlatlarning bu sog'liq sayidagi kishilari bu qon tekshirishda bir qitimda chiqmaydi ekan, 5 qitim, 6 qitimda bo'lsa xato chiqish mumkin ekan deb vaqti. Endi bularning asossiz cho'qim bularning bir asosi bo'lishi mumkin, ammo hozir qo'limizda bor usullar bilan shu 10 bemorning ichida 7siga, 8siga bir to'g'ri bir diagnoz qo'ya olsak, bir yaxshi davolay olsak, bu bizning qo'limizga keltirgan eng chong bir natija bo'ldi.